Assalomu alaykum. Mana yana bir darvozamizni ustanovkasini qildik. Ikkita bir xil holatda bo'ldi. Ochilib yopilishlar. Sifatiga baho berib o'tasizlar. Yana bittasi bor bu yoqda. Shuni o'z holatda. Bu yonidagi sherigi mana. Bu ham bir xil holatda. Simala gullarni qo'yib, hamma yoq akkuratniy holatda chiqqan. Norozamiz o'ta skronniy variantda. Mana eshiklar ochilib yopilishlar.